Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda, balki davlat arbobi, ilm-fan homiysi, buyuk davlat asoschisi sifatida bizni milliy tariximizda alohida o'rin tutadi. Yaqinda Respublikamiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorlari e'lon qilindi. Bu bejiz emas, mustaqillik yillarida Amir Temur siymosi faoliyatini tiklash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirildi. Ana shu munosabat bilan bu yil biz Amir Temur tavalludini 690 yilligini keng nishonlashga hozirlik ko'ryapmiz. Bizning universitetimizdagi Xalqaro ommaviy huquq kafedrasi jamoasi ham bu buyuk sanaga muayyan darajada demak tayyorgarlik ko'ryapti. Men o'ylaymanki, Amir Temurga 690 yilligi uning qilgan ishlari shaxsiyatiga munosib ravishda O'zbekistonda u keng nishonlanadi. Amir Temur markazlashgan davlat barpo etish asosida demak ikkinchi uyg'onish davri, Renessans sharoitlari yuzaga kelgan edi. Temuriylar boshqaruvi davrida esa o'zini yuksak cho'qqisiga chiqdi. Mana Respublikamiz prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev 2018-yili O'zbekistonda 3-Renessans g'oyasini olg'a surdilar. Ana shu 3-Renessansni biz amalga oshirmoqchi bo'lsak, Temur va Temuriylar davridagi Renessansning jihatlarini o'rgansak, u albatta bizga tajriba sifatida ibrat maktabi bo'la oladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Amir Temur davri faoliyati va shaxsiyatini o'rganish bu tarixni shunchaki bilish emas, balki kelajakni anglash demakdir.